Kolbasaga qancha go'sht qo'shiladi? Qog'oz kartonlachi tarkibi nimalardan iborat? Ishonib iste'mol qilsa bo'ladimi? Bu bizga eng ko'p beriladigan savollar. Aynan shu savollarga javob berish maqsadida odamlarga foydasi tegishi uchun men 10 yillik tajribaga ega go'sht mahsulotlari bo'yicha texnolog Xolmatov Nurilla o'z shaxsiy blogimni ochdim. O'zbekistondagi deyarli barcha go'sht va go'sht mahsulotlari ishlab chiqaruvchi zavod va korxonalar hamda yetakchi fast food mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar bilan faol hamkorlikda ishlab kelaman. Bunaqa darajaga yetib kelgunimga qadar Rossiya, Ispaniya, Germaniya va Italiya kabi mamlakatlarda professional tajribamni xalqaro darajada oshirib kelganman. Yangi blogim orqali bo'lsa, go'sht va go'sht mahsulotlari, ya'ni kolbasalar qayerda, qay usulda tayyorlanishi, ularning bazaviy tarkiblari, ya'ni retseptlari bilan o'rtoqlashaman. Qanaqa turdagi ziravorlar ishlatiladi, kolbasa xarid qilayotganda nimalarga e'tibor qaratish kerakligi, zavodlardagi jihozlar, ularning ishlashi, tozalik holatlari, bundan tashqari boshqa ko'plab qiziqarli sirlarni oshkor qilmoqchiman. O'tkazib yubormaslik uchun hoziroq kanalimga obuna bo'ling. Boshqalarga ham manfaat beradigan kontentni ko'proq odamlarga ulashish va like bosishni ham unutmang.